Assalomu alaykum. Uzoq demak uzilishdan keyin yana videolar yozishga qaror qildim va bir muddat vaqtim bo'lmayotgan edi. Mana endi ozgina vaqt ajratishga imkon bo'ldi. Xo'p, bugungi mavzuyimiz demak juda ham trendda bo'lgan mavzulardan bittasi o'sha AI, LLMlar va harnesslar. Xo'p, bugungi mavzuyimiz ko'proq demak nazariy bo'ladi. Chunki bu narsani foundationlarni yaxshi tushunib olishimiz kerak. Qanaqa ishlashlarini o'zi qaysi narsa nimaligini bilib olishimiz kerak. Yana undan keyingi darslarda inshaalloh demak tajribada ham nimalardir ko'rsak bo'ladi. Xo'p, mavzuyimiz demak LLMs and harnesses. Demak birinchi o'zi bu fanni qayerdamiz, shu narsani bilib olaylik. Demak LLMlar nimaga kiradi? Demak where does an LLM fit? Demak computer science degan nimamiz bor bizni, demak fanimiz bor va uni birinchilaridan bittasi artificial intelligence deydi, ya'ni sun'iy aql. Sun'iy aql bu nima degani? Sun'iy aql degani demak bironta operatsiya bajarayotgan paytda u operatsiyani demak natijasini ko'rib turgan odam mana bu operatsiyani kompyuter yoki odam qilganligini farqiga bora olmasa, demak aytaylik ikkita xona bor. Bir xonada operatsiya bajarilyapti, bir xonada uni natijasi ko'rsatilyapti. Mana shu natijani ko'rayotgan odam bu narsani kompyuter yoki odam bajarganini aniq ayta olmasa, mana bu tizimga demak sun'iy aql deyiladi. Masalan, bironta tekst generate qiladigan bo'lsa, u tekstni matnni ko'rgan odam naryoq tomonda buni demak sifatidan odam qilganga o'xshamayapti. Demak deb aytsa, demak bu narsa artificial intelligence bo'lmas ekan. Demak nima ekan? Systems that perform tasks usually associated with human intelligence. Ya'ni inson aqliga yondosh, o'shanga o'xshagan demak o'sha bilan bajariladigan ishlarni demak bajarishga yo'naltirilgan tizimlar desak bo'ladi. Xo'p, buni ichiga buni branchlaridan bittasi machine learning bo'ladi. Machine learning demak learning odatda demak har xil bo'ladi. Bizning holatimizda machine learning bu yerda demak kompyuterning o'zi yoki tizimni o'zi o'rganadi. Nimalardan? Demak pattern from data, ya'ni ko'proq large data bo'ladi. Bu katta ma'lumotdan demak big data deydi buni, ya'ni big datadan patternlar topib o'shalardan o'rganadigan tizimlar demak machine learning degan branchga kiradi. Xo'p, machine learningni yana bitta branchi bor. Bu uni ichiga kiradi deep learning. Demak deep learning degani bu demak bir qancha layerlardan tashkil topgan neural networklar orqali o'rganadigan tizimlarni demak deep learning deyiladi. Xo'p, mana shu deep learning ichiga biz ishlatadigan o'sha large language modellar kiradi. Ular bilan birgalikda yana boshqa demak tushunchalar ham kiradi. Masalan, foundation models deydi. Bular foundation models demak avvaliga train qilingan, demak birinchi qadamda train qilingan va undan keyin ko'proq post trainingga muhtoj bo'lgan modellar, demak foundation modellar bo'ladi odatda. Bulardan maqsad demak foundation bo'lgan datani demak bir marta train qilish, qayta train. Demak modellar odatda qayta train qilinadi, lekin o'sha qayta train qilinayotgan paytda foundation bo'lgan data bor, o'zgarmas bo'lgan data bor, static yoki keyin o'zgaruvchan data bor. Vaqti bilan yoki curate qilinadi data, masalan demak bu narsa to'g'irlanadi, tozalanadi, olib tashaladi, boshqa qilinadi, retrain qilinadi bu narsa yoki boshqatdan train from scratch qilinadi. Mana shu train from scratch qilinganda demak nimagadir asoslanib qayerdandir boshlash uchun foundation modellardan davom etib ketiladi. Mana shu uchun foundation modellar kerak bo'ladi.
Biz ishlatadigan modullar bo'lsa, bular ko'proq foundation modullar emas. LLMlarni, demak, undan keyin post train qilingan versiyalari bular. Xo'p, ko'proq bular specialize bo'ladi nimaga? Natural language ga, ya'ni tekstga. Lekin bularni ba'zilari demak tekst bo'lmagan input ham olishi va generate ham qilishi mumkin. Masalan, image olishi mumkin. Contentlardan bittasi demak text, image, audio va video. Bularni input sifatida olishi mumkin va output sifatida ham chiqarishi mumkin. Bu modullarni ko'proq multi models deyiladi, ya'ni ichida bir qancha input turlari bo'lsa, shunaqa nom beriladi, multi model. Undan tashqari bizda diffusion modullar degan tushuncha bor. Bularni ishlash prinsipi ko'proq large language modullardan sal farq qiladi. Biz o'rgangan LLMlardan farq qiladi. Bularni generate qilish uslubi bir paytning o'zida bir qancha tokenni generate qiladi. Ya'ni tokenlarni generation prosessi serial emas, parallel bo'ladi. Xo'p, demak, yana bu joyda bitta narsani aytib o'taylik. Bu kategoriyalar bir-biri bilan kesishib ketadi. Ya'ni masalan, ba'zan LLM o'zi multi-model bo'lishi mumkin. Yoki aytaylikki diffusion modullar, demak, foundation model bo'lishi mumkin. Demak, post training qilish maqsadida qilingan bo'lsa, u demak foundation model bo'ladi. Xo'p, LLMlar o'zi nima? Birinchi shuni aniqlashtirib olaylik. Demak, LLM large language model degani birinchidan bu AI model hisoblanadi. Ikkinchidan language model ko'proq demak o'sha til bilan ishlaydigan modullar. Avval boshlanishda demak asosan matn uchun nima qilingan chiqqan, undan keyinchalik demak o'sha audio, video va imagelar qo'shilgan. Va bu yerda large. Nimaga large? Chunki bu modullar juda ham katta, odatda juda ham katta va bularni ishlatish uchun juda ham katta resurslar kerak bo'ladi. Shuning uchun bularning oti large language model. Xo'p, buni qanaqa ishlaydi o'zi desa, bular ma'lum bir matn ketma-ketligida undan keyingi tokenni topish, ya'ni qiladigan ishi mana shundan iborat. Ya'ni bir matn beriladi. Mana bundan keyingi tokenni top deyiladi. U large language model demak tokenlarni variantlarni beradi. Bularni demak tabiati autoregressive deyiladi. Autoregressive degani demak bir token generate qilganidan keyin o'sha token demak o'zini outputiga qo'shilib yana o'ziga input bo'ladi. Masalan, misol uchun aytadigan bo'lsak, mana demak user masalan aytadi, user hello desa, demak assistant demak birinchi mana bu nimani oladi, inputni oladida, demak nima deyishim kerak deydi. Masalan 10 ta option chiqaradi. 10 ta optionning eng probabilitysi kattasi bo'lgani aytaylik hi deydi. Ana bu keyin o'ziga yana qaytib kiradi. Undan keyin nima deyishim kerak desa, demak aytaylikka komma qo'yishim kerak deydi. Undan keyingi eng ko'p demak ehtimol bo'lgan so'z nima desa, masalan token ko'proq so'z emas. Demak LLMlarda ko'proq token demak primary unit hisoblanadi. Masalan how deydi. Undan keyin aytaylikki yana bu ham kiradi, qaytib kiradi. Demak modulga hammasi. Keyin u a ni o'ylab topadi va undan keyingi iteratsiyada demak u ni o'ylab topadi va so'roq qo'yadi. Demak ishlash demak prinsipi, uslubi mana shunaqa bo'ladi. Demak birinchi qism kiradi, undan keyin hayni generate qiladi, yopishtiradi, to'liq kiradi, bu qaytib modulning o'ziga ichiga demak undan keyin punctuation va mana shunaqa qilib demak bitta tokenni har bitta nimada demak iteratsiyada bittadan token generate qiladi. Mana LLMlarning tabiati shunaqa, har iteratsiyada bitta token generate qiladi. Mana shu narsani demak autoregressive deyiladi. Xo'p, LLMlarning yana bitta tabiatidan bittasi, ular demak self conscious emas, ya'ni o'zlarini kimligini bilmaydi. Ularni hech qanaqa xarakteri yo'q, kimligi yo'q yoki boshqa demak xohishlari yoki boshqa narsalari yo'q.
generate qilgan matnlarida demak shuni ifoda qiladigan narsalar bo'lishi mumkin. Masalan, I want deb gapirgan bo'lishi mumkin, I like deb gapirgan bo'lishi mumkin, yoki I am a large language model deb yozgan bo'lishi mumkin, lekin bu aslida uni o'zini kimligini bilishini yoki uni shaxsiy bironta shaxsiyati borligidan dalolat bermaydi. Xo'p, keyingi demak savolimiz demak LLMlar ko'rdik, endi mana tajribada qanaqa ishlaydi. Demak, LLMlar aytdikki token bilan ishlaydi. Asosan nimaga token deydigan bo'lsak, demak natural language'larda, ya'ni biz gaplashadigan, ishlatadigan tillarda so'zlar eng kichkina unit hisoblanmaydi. Grammatik unit hisoblanmaydi. Chunki so'zlar bitta so'zni ichida bir necha grammatik ma'no ifoda qiladi odatda. Shuning uchun mana shu eng kichkina unit deb tokenlar olingan. Agarda so'zni ichida bir necha grammatik ma'no demak mujassam bo'lgan bo'lsa, ularni ajratib demak tokenlarga ajratadi. Ba'zi holatlarda bir so'z bir token bo'lishi mumkin, ba'zi holatlarda ikki yoki undan ko'p token ham bo'lishi mumkin bir so'z. Demak, tokens are pieces of text, the model process, ya'ni bularning eng kichkina uniti demak token ekan. Nimalar bo'lishi mumkin? Ana so'zlar, words, word parts, ya'ni so'zlarning bo'laklari, punctuationlar, o'sha demak comma, demak boshqa so'roq belgilari, boshqalari, space. Odatda spacelar undan keyingi kelayotgan so'zga qo'shiladi. Bu lekin bu narsa nima emas, demak hammasida bir xil emas. Yana bitta narsani esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Mana tokenizer keyingi mavzuimiz. Demak, tokenizing process ham LLMlarda bir xil emas. Masalan, ma'lum bir matnni bitta LLMga bersak, n ta token chiqadigan bo'lsa, boshqa bitta LLMga bersak, n emas m ta token chiqishi mumkin. Masalan, bittasi 100 ta token chiqarib berishi mumkin biz bergan matndan. Boshqa bitta LLM 150 ta token qilishi mumkin. Mana esingizda bo'lsa, yaqindigina shu narsa cloud modellarda bo'ldi. Ya'ni yangi eng oxirgi chiqqan cloud modellari ma'lum bir matnni demak olgan paytida ularni ko'proq token sanashga o'tdi. Ya'ni ko'proq masalan vocabulary'si bor, ularni tokenizerlarni keyingi nimamiz tushunchamiz tokenizer. Tokenizerni maqsadi biz bergan demak matnni tokenlarga ajratish. Endi tokenlarga ajratish degani buni birinchidan grammatik bo'limlarga split qilib chiqadi. Ya'ni mana bu holatni oladigan bo'lsak, demak user bor, demak mana bu punctuation belgisi bor, bu bor deb bularni bo'limlarga ajratib chiqadi-da. Undan keyin bularni sonlarga aylantiradi. LLMlar o'zini demak contentida, ya'ni o'zini ichida deylik, faqatgina sonlar bilan ishlaydi. Sonlardan iborat va ishlaganda ham sonlar bilan ishlaydi. Demak, LLMni masalan ko'chirgan paytimizda, download qilgan paytimizda yoki memoryga yuklagan paytimizda asosan sonlarning matrisasi va uni ishlatgan paytimizda ham LLM sonlar bilan ishlaydi. Haqiqatda demak matnlarni LLMlar ko'rmaydi desa ham to'g'ri bo'ladi. Shuning uchun self conscious, ya'ni nima deyotganini o'zi aslida bilmaydi LLMlar. Xo'p, demak tokenizer biz bergan matnni demak tokenlarga ajratish va LLM dan chiqqan tokenlarni qayta biz tushunadigan matnga aylantirish demak tokenizerning ishi ekan. Bu odatda vocabulary bo'ladi. Masalan, ma'lum bir tokenlarni mappingi bo'ladi ma'lum bir sonlarga. Va bu vocabularyni ma'lum bir hajmi bo'ladi. Demak, bu LLMlarga qarab o'zgaradi. Masalan, qaysidir LLMda aytaylik 200 mingta vocabulary bo'lsa, qaysidirda 100 mingta bo'lishi mumkin, qaysidirda 50 mingta bo'lishi mumkin. Xo'p, bu farq qiladi. Xo'p, keyingisi. LLMlarda ba'zi tushunchalar bor, ularga tegishli bo'lgan. Bulardan bittasi kontekst va token limitlar. Demak, kontekst degani LLM demak formal definition LLM ichida demak ma'lum bir maksimum token sonini demak bilan ishlashi mumkin.
processing qilishi mumkin. Ma'lum bir token o'sha narsani, demak, maksimum qiymatini o'sha context window deyiladi. Masalan, aytaylikki, juda ham ko'p muddat ko'p LLMlarda 200 ming demak token size context window bo'lib keldi. Aytaylikki, cloud modellarda yoki o'sha Xitoyning GLM modellarida yoki yana boshqa modellarda. Va bu kunimizda o'zgaryapti. Demak, buni trendni odatda Google boshladi. Katta modellar, demak 1 million tokenli modellarni chiqarishni. Undan keyin o'sha XAI chiqardi, 2 million tokenli modellar. Undan keyin mana OpenAI bilan Cloud ham demak 1 million token modellarga o'tdi. Demak, context window o'sha bilan chegaralangan. Ya'ni tokenlar soni undan oshib ketolmaydi bu processing qilish uchun. Xo'p. Keyingisi input tokens, ya'ni bu demak biz modelga beradigan tokenlar va output tokens model bizga chiqaradigan, generate qiladigan tokenlar. Demak, odatda bular ham limit bo'ladi, limited bo'ladi. Ya'ni bir martani o'zida butun kontekstni generate qila olmaymiz. Demak, input token, aytaylik output token, context window aytaylik 200k bo'ladigan bo'lsa, output token masalan 32k bo'lishi mumkin. Ya'ni bir martada 32k ni chiqara oladi. Ya'ni 200k ni to'ldirish uchun necha marta borib kelish kerak bo'ladi eng kamida. Xo'p, undan tashqari input tokenlarda ham limit bor. Demak, bir martada qancha token birdaniga oladi? Chunki bu narsalar demak resurs consumptionga, ya'ni resurslarni ishlatishga ta'sir qiladi. Shuning uchun modellar odatda bu narsalarni chegaralaydi. Ya'ni bu narsalarni chegaralanisini qanchalik qo'ysa, u model o'sha resurslarda osonroq ishlaydi, tezroq ishlaydi. Xo'p, demak, bularni ko'rdik va training qismi, demak, modellar odatda mana pre-training degan prosesdan o'tadi va post-training degan prosesdan o'tadi. Pre-training proses, demak, bular odatda umumiy narsalar, umumiy patternlar o'rgatiladi va foundation modellar yaratiladi pre-trainingda. Va ulardan keyin foundation modellarni olib, demak, post-training phase ga o'tadi. Post trainingda demak o'sha modellarni fine tuning degan narsa bor. Ya'ni karakterovka deydi, buni to'g'irlash, tuzatish ishlari olib boriladi. Boshqacha turdagi nimalar ham bor, post training metodlari ham bor. Men bu yerda bittagina misolini yozdim. Masalan, reinforcement learning degani modellarga from human feedback bu yerda nimasi bor. Ya'ni misol uchun sizga GPT output bergan paytida aytaylik 2 xil output beradi va siz o'zingizga qaysi biri yoqqanini, qaysi biri to'g'riroq bo'lganini belgilasangiz, ana o'shani GPT masalan track qilib boradi. Mana bu reinforcement learning deydi. Yoki sizga masalan o'sha outputni generate qilgandan keyin pastda ko'rsangiz buttonlar bo'ladi, o'sha like, dislike degan buttonlar. Ya'ni bu yerda siz like qilsangiz, demak uni nima rekord qiladi va bulardan o'rganadi. Demak, qaysi generate qilgan narsalar to'g'riroq, qaysilari xatoroq. Demak, mana shunaqa, demak reinforcement learning deyiladi buni. Xo'p, keyingi demak mavzuyimiz LLM parametrlar va weightlar. Demak, parametrlar o'zi nima? LLM nida? Demak, parametrlar degan tushuncha bo'ladi. Mana ko'rgan bo'lsanglar, o'sha eng katta modellarda aytadiki, bizda aytaylik 1 trillion parametr anaqa bor deydi. 1 trillion parametr bor deydi. Juda ham katta modellar bular. Xo'p, boshqalari aytadi, masalan bizda deydi 100k, masalan 100 mingta parametr bor deydi. Bu nima degani? Bu demak o'sha training process paytida model o'rgangan demak narsalar bular. Ya'ni bularni biz o'zgartirishimiz mumkin, parametrlarni. Va biz bu parametrlarga value berganimizda LLM na output'i mana shu parametrlarga bergan valuelarimizga qarab turib o'zgaradi. Hozir bularni ba'zilarini misolini ko'rib o'tamiz. Demak, biz buni xuddi mana tasavvur qilaylik, funksiya bo'ladigan bo'lsa, funksiyani parametrlari bor. Mana shu parametrlarga o'xshatsak bo'ladi. Demak, funksiyadan
qaytadigan qiymat mana biz beradigan o'sha input parametrlarga demak korrelyatsion bog'liq bo'ladi. Ya'ni biz ularni o'zgartirsak, demak natija o'zgaradi. Undan tashqari LLMda weightlar bo'ladi. Weight degani bu ham o'sha train paytida o'sha parametrlarni demak qiymatlari o'zi umuman ya'ni model ichida saqlangan. O'zi umuman modelni ichine oladigan bo'lsak, modullar demak weightlardan iborat. Ichidagi o'sha sonlardan tashkil topgan matrisalar o'sha demak LLM weightlari. Demak mana shu ikkita narsa bo'ladi modulda. Xo'p, endi dense modullar va sparse modullar degan tushuncha bor. Dense modullar mana bu parametrlarni sonini biz har doim bir martada o'zgartira olmaymiz. Ya'ni o'zgartira olmaymiz, bir martada bera olmaymiz. Mana tasavvur qilaylik. Funksiyamiz bor va funksiyamiz demak parametrda obyekt oladi va u obyektni demak propertylarida demak 1 million xil variantlar bor. Ya'ni 1 million xil property bor. Va biz bir paytda demak bu 1 million tani ma'lum bir qisminigina bera olishimiz mumkin yoki hammasini bera olishimiz mumkin. Mana shu holatga qarab turib modul yoki dense deyiladi yoki sparse deyiladi. Masalan, aytaylikki modulimiz kelinglar bir misolda ko'raylik. Masalan, open router ga kiramizda. Xo'p, mana Gemma modullarni ko'raylik. Gemma modullarni Gemma for family da demak mana 31B degan modul, bu 31 demak billion parametrlar soni. Bu modul dense modul hisoblanadi, chunki buni 31 billion parametrni bir paytda berish mumkin. Ya'ni bittada berish mumkin. Lekin shuni yana bitta nimasi bor, yonida demak mana bu modulni ko'radigan bo'lsak, mana orqasida A4B degani bor. Bu active degani. Demak mana bu total parameters 26B bo'ladigan bo'lsa, active parameters demak 4B. Demak bir paytning o'zida faqatgina 4 millionta demak parametr berishimiz mumkin. Bu degani bu modulni infer qilish osonroq bo'ladi. Nimaga 31B ga qaraganda 31B og'ir modul hisoblanadi. Dense modul, zich modul deyiladi bu. Xo'p, demak dense modullar aktiv parametrlar bilan demak total parametrlari teng bo'lgan modullarga demak dense modul deyiladi. Ya'ni bu yerda inference ga hamma parametrlarni ishlatishimiz mumkin. Sparse modullar bo'lsa, odatda mixture of experts MOE deyiladi. Demak bir paytda ichidagi ekspertlarni bir qismigina activate bo'ladi. Demak mana buni sparse modul deyiladi. Mana ikkalasini ko'rdik. Demak bittasi Gemma for 26B A4B bo'lsa, bu demak sparse modul. Gemma for 31B bo'lsa, bu demak dense modul. Ikkalasi demak yaqinga o'xshab tuyuladi. Mana 31B bilan 26B. Demak ozgina farq qilsa kerak, ya'ni resource consumptionda ozgina farq qilsa kerak deb o'ylashimiz mumkin. Lekin aslida 31B juda ham katta, bu modulga nisbatan juda ham katta resurs talab qiladi. Ya'ni bu mana aktiv parametr 4B bo'ladigan bo'lsa, uniga aktiv parametr 31B. Xo'p. Demak, bularni ko'rdik. Endi parametrlarga misollar ko'raylik. Mana misol uchun eng keng tarqalgan parametrlardan bittasi max tokens. Ya'ni biz max tokens beradigan bo'lsak, o'shancha tokendan ko'p token generate qilmaydi. Output tokenlari o'shandan oshib ketmaydi. O'shanga kelgan paytda kesadi. Xo'p. Yana bir parametrlardan bittasi temperature. Bu demak modulni generate qilayotgan outputini qanchalik random ekanini belgilaydigan qiymat. Odatda 0 dan 1 gacha yoki 0 dan 2 gacha bo'ladi. Bu narsa qiymat qanchalik baland bo'ladigan bo'lsa, randomlik shunchalik oshib boraveradi. Bu narsa qanchalik past bo'lsa, shunchalik statik bo'ladi. Mana shu joyda kelinglar bir tushuntirish berib ketaylik. Bu nima degani o'zi? Mana masalan, mana bu qismini biz jo'natdik. Demak aslida tepada yana bitta narsa bo'ladi. Demak system buni ham sal keyinroq ko'ramiz. Demak
system prompt bo'ladi, user message bo'ladi va orqasidan demak assistantni javobi chiqish boshlaydi. Mana shu joyda highni generate qilayotgan paytida demak u faqatgina highni option sifatida generate qilmaydida. Masalan, high aytadiki 90%. Hello. Masalan aytadiki 75%. yoki masalan hey deydi. Bu 50%. Mana shunaqa qilib, demak, bir qancha optionlarni generate qiladi va bu optionlar orasidan birini tanlaydi. Masalan, bir marta 90 tanlash mumkin. Keyingi marta siz yana o'sha narsani bersangiz, keyingi marta masalan buni tanlash mumkin. Undan keyingi marta buni tanlash mumkin. Mana shunaqa qilib har bir tokenni generate qilayotgan paytida mana shu tokenlarning optionlari bo'ladi. Demak, mana shu randomness degan, ya'ni temperature degan parametr mana shu narsani qanchalik o'ynashini belgilaydi. Ya'ni qanchalik 0 ga yaqin bo'lsa, mana shu tepadagi tomondan tanlaydi. Hop. Demak, lower values are more focused. Bu nimaga kerak o'zi? Nimaga har doim demak aniqini tanlamaymiz deydigan bo'lsa, hamma demak LLM bilan ishlaydigan ishlarimiz aniqlik bilan bog'liq emas. Masalan, ba'zi ishlarimiz creativity bilan bog'liq, yaratuvchanlik bilan bog'liq ishlarimiz bor. Masalan, aytdikki, menga bir paragraf generate qilib ber desa, masalan, ichida aytaylik 500 ta so'z bo'lsin, 500 ta so'zlik bitta paragraf generate qil. Mana bu mavzuda bo'lsin degan paytida biz undan demak o'sha paytda randomlik kutamiz. Demak, har doim ya'ni 100 ta odam o'tirib bir xil shunaqa paragraf generate qil desa, 100 ta odamga bir xil paragraf demak generate qilsa, bu model demak unchalik ishga yaroqli bo'lmas edi. Shuning uchun demak mana bu narsa temperature bilan nazorat qilinadi. Aniqroq ishlarda demak temperature past beriladi. Kreativ ya'ni yaratuvchanlik ishlarida bu temperature kattaroq beriladi. Undan tashqari masalan top p degan parametr bor. Demak p bu probability nimasi? Mana shu token variantlarni tanlayotganda ishlatiladigan parametrdan bittasi. Bu nima qiladi? Demak foizini mana biz aytdik, har birini probability foiz bor. Mana shu foizni limit qiladi. Masalan aytaylikki top p 90% deb beradigan bo'lsak, aytaylik o'sha 90% dan katta bo'lgan probable optionlarnigina tanlaydi. Masalan aytdikki 75% deb beradigan bo'lsak, faqatgina mana bu ikkita optiondan bittasini beradi bizga, tanlaydi. Ya'ni mana bu optionni tanlamaydi. Hop, top k ham xuddi shunga o'xshagan, faqat bu foizda emas, sonda limit qo'yadi. Masalan top k desak 2 ni beradigan bo'lsak, masalan faqatgina tepadagi ikkitadan bittasini berdigani bu. Orqasida nechta bo'lsa ham faqatgina mana shu ikkitasini, demak ikkitasidan bittasini beradi. Yana bitta parametrlardan bittasi masalan stop. Demak bu qanaqadir tokenlarda umuman inferensni to'xtatish uchun ishlatiladi. Masalan nimadir kelsa bo'ldi, to'xtatdi, hammasini qaytarib nimaga ber, userga ber degan va shunga o'xshagan boshqa parametrlar ham bo'ladi. Bular endi eng common ishlatiladiganlari. Xo'p, yana bitta mavzuyimiz demak quantization. Quantization degani o'zi modellarda o'sha ichidagi weightlarni aniqliklari bo'ladi. Misol uchun aytaylikki 16 bitlik yoki 32 bitlik masalan weightlar bo'ladi. Bu degani bitta weight degani 4 byte degani. Shuncha joy oladi. Xo'p, va ichidagi o'sha nimalarni weightlarni demak soniga ko'paytirsa, modelning umumiy hajmi kelib chiqadi. Mana shu narsani demak bitta modelni kichkinaroq resurslarda yoki kichkinaroq o'sha devicelarda ishlashi uchun mana shu weightlarni demak aniqligini pasaytirish, pastga tushirish demak prosessi quantization deyiladi. Masalan aytaylikki 16 B modelni demak 8 B ga tushiramiz.
8 bitga tushiramiz 8 bit. Va mana bunda demak oldin demak 16 bit ishlamagan device da endi 8 bitda ishlashi mumkin. Yoki demak buni 8 bitga emas, 4 bitga va shunaqa qilib 1.5 bit deyiladi shekilli yoki 1 bit deb aytiladi, lekin aslida 1.5 3ta nima bo'ladi? 3ta true false nullmi shunaqa. Demak, mana shungacha quantization qilinadigan nimalari bor, tajribada bor. Lekin odatda mana bu joy eng common hisoblanadi. Ko'proq o'sha 4 bitdan pastga tushilmaydi. Yaxshi nima bo'lish uchun, natija juda ham buzilib ketmasligi uchun. Xo'p, odatda demak original modellarni ko'rsa, kelaylik bittasini ko'raylik. Masalan, Jema kattasini ko'raylik. Jema 31 bit masalan ishlash uchun aytaylik katta infra kerak bo'ladi. Va shuning uchun mana buni ko'rsak, demak floating point 8 bit. Demak 8 bitli nima deep infrada 8 bitli quantized model ishlatilyapti. Lekin mana Chutusda demak FP4, ya'ni 4 bitlik model ishlatilyapti. Novita AI da masalan 16 bitlik, demak 2 baytlik model ishlatilyapti. Mana shu joylarni ham ko'rsak bo'ladi. Demak bular kichkinaroq infrada ishlatyapti. Yoki aytaylikki kamroq resurs bilan ishlatishyapti. Bulardan ko'ra mana bular kattaroq resurs va Novita demak eng katta. Demak bu adashmasam original model 16 bitlik model bu. Mana bu ham together yozmabdi shekilli yoki bu ham original bo'lsa kerak. Xo'p. Yozilmabdi. Xo'p. Demak quantization modelni demak size'ini kichraytirish bu birinchidan model ishlagan paytida birinchi internetdan diskga yuklanadi. Ya'ni size qancha bo'lsa, bu size'ni ko'rsatmasa kerak. Hugging Face'ga kirsak ko'rsatadi, taxminan aytaylik. Allamada ham ko'rsak bo'ladi. Kelinglar Allamaga kiraylik. Demak Gemma 4 familyga kiramiz. Va mana modelni nimalari, turlari 31 bitsi masalan mana diskda 20 gigabayt oladi. Buni ishlatishimiz uchun RAMda 20 gigabayt bo'sh joy bo'lishimiz kerak. RAMga yuklashimizning o'zi uchun 20 gigabayt bo'sh joy bo'lishi kerak. Va u ishlagan paytda demak yana qo'shimcha RAM oladi. Bu demak cache uchun o'sha key value uchun yana joy oladi va boshqa o'sha context size uchun yana joy oladi. Shuning uchun bu minimum va bu oshib ketaveradi ishlatilgan sayin. Ko'p narsalarga bog'liq. Masalan, context windowni kichkina oladigan bo'lsa, ustiga kamroq qo'shiladi. Context windowni kattaroq oladigan bo'lsak, masalan, bundan ancha yana ko'proq joy berishimiz kerak. Mana bu providerlarni solishtiradigan bo'lsak, qaranglar. Total context deyarli ko'pchiligida bir xil. Mana bu Chutusda total context ham kichkina ekan. FP4 bo'lgani uchun bo'lsa kerak. Lekin max outputni qaraydigan bo'lsak, mana bu 16K bo'ladigan bo'lsa, mana bu 65K. Va pastga tushadigan bo'lsak, mana bunisi 131 va bu 200 demak 62. Xo'p, mana bular demak katta resursda ishlayapti bular. Xo'p. Demak, quantizationni ko'rdik. Keyingisi inference. Mana inference degan so'z bor. Inference degani modelni run qilish, token generate qilishni demak inference deb aytiladi. Xo'p, inference'ni ikkita stage bor. Birinchisi prefill deyiladi. Prefill degani biz yozgan promptni va o'sha prompt bilan birga modelga jo'natiladigan ma'lumotlarni modelga yuklash demak prefill bo'ladi. Buni ham tezligi bor. Masalan, aytaylik prefill speed paloncha k bo'ladi. Masalan, aytaylikki 500k bo'lishi mumkin, ya'ni 800k bo'lishi mumkin. Ya'ni qanchalik ko'p ma'lumot jo'natadigan bo'lsak, shunchalik ko'p kutib turishimiz kerak bo'ladi model uni prosess qilishi uchun. Ya'ni input tokenlarni demak hajmiga, soniga qaraydi bu profil. Va albatta o'sha inframsni soni nimasiga qaraydi. Inframs yani qanaqa device'da, qanaqa demak data centerda, qanaqa clusterda run qilayotgan bo'lsak, o'shanga qarab buni tezligi demak o'shanga bog'liq bo'ladi. Va albatta modelimizni parametrlarga bog'liq bo'ladi.
ikkinchi phase decoding deydi buni. Ya'ni bu endi output generation phase, buni decoding deydi. Decoding tezlik odatda juda ham past bo'ladi. Masalan, aytaylikki, o'rtacha modelni hozir Cloud va GPT modeldan oladigan bo'lsak, taxminan 50 token sekundiga 50 token, 40 token atrofi demak tezlik beradi bular. Va hozirda masalan ba'zi providerlarni oladigan bo'lsak, mana bu joyda ko'radigan bo'lsak, mana throughput demak mana 25 token, 13 token, demak mana bu 66 token katta bergan. Xo'p, xuddi shunaqa aytaylikki GPT modellarini ham ko'rishimiz mumkin. GPT 5 ni ko'rsak, mana taxminan 47 va 61 token tezlikda. Azure'da demak sal tezroq ishlayapti va OpenAI ning o'zida demak sal sekinroq ishlayapti. Demak bu o'sha decoding tezligi, demak token generate qilish tezligi. Hop, pricing la endi. Demak odatda o'zi inference pricingi o'sha ko'proq demak input tokendan boshlanadi. Mana ko'raylik. Demak mana pricing, input price deydi, input tokenlarni demak 200 context window 262 gacha bo'lgani, demak odatda 1 million tokenga hisoblanadi. Mana bu demak 1 million token $5 bo'ladi. Context 272 dan oshgandan keyin demak to'lov $10 input tokenga bo'ladi. Ya'ni 1 million token jo'natadigan bo'lsangiz, agarda context window 272 dan oshsa, demak $10 bo'ladi. Xo'p, endi output token odatda juda qimmat bo'ladi input tokenga nisbatan. Output token chunki aytdik, o'sha generation asosiy modelni qiladigan ishi token generate qilish. Xo'p, misol uchun mana 272 K gacha demak $30 hozir. Va demak 272 dan oshgandan keyin 1 million tokenga $45 bo'ladi. Va xuddi o'sha pricing demak Azure'da ham bor. Ba'zi holatlarda pricelarda farq bo'lishi mumkin. Masalan, ba'zilarida o'sha har xil demak discountlar qilayotgan bo'lishi mumkin. Lekin ko'pincha mana shu nimalar demak pricing bir xil bo'ladi. Chunki vendorlar mana bu pricinglarni belgilab beradi. Xo'p, demak pricing ko'rdik. Yana bitta narsa, pricingda demak cache tokens bor. Bu narsa hamma LLM provider bu narsani support qilmasligi mumkin. Mana bu 3-bo'lakka qarasa, aytiladiki, mana cache input aytiladiki, masalan, ma'lum bir kontekstimizni bu LLM provider ma'lum bir LLM uchun, aytilik GPT 5 uchun bizda olgan o'sha kontekstni va uni yana qaytadan jo'natishimiz shart emas. Chunki uni modelini o'sha key value cache'ida bu narsa turibdi. O'sha cache'dan o'qisa agar bizni inputimizni, demak qiymat mana bu bunaqa pastga tushadi. Demak $5 dan 50 centga tushadi. Ya'ni bu yerda u narsani mana aytaylik haligi prefill degan processingdan o'tmaydi. Chunki prefill qilib bo'lingan narsa u. Shuning uchun demak narxi ham arzon bo'ladi. Bu endi token based pricing deyiladi bu. Ya'ni tokenga qarab pul to'lash. Ikkinchi pricing bor. Bular demak coding planlar bo'ladi. Misol uchun aytaylikki cloud coding plan desak, mana aytaylikki $20 plan bor. Oylik hamma ishlatayotgan bo'lsa kerak. Ma'lum bir demak influence beradi bunga. Va odam bir oy ishlatishi mumkin bu narsani. O'zi aslida bu narsani demak API pricing bo'yicha juda ham katta son chiqadi buni. Taxminan 10 ga ko'paytirasiz yoki 20 ga ko'paytiramiz bu narsani. Masalan, $20 inference ichida taxminan $200 yoki $400 qiymat bo'ladi. Menda tasavvur qilaylik, ya'ni $200 planda taxminan o'sha 2000 dan 4000 gacha, balki undan ham oshib ketishi mumkin bo'lgan inference qiymati bo'ladi. Buni nimaga qiladi? Buni subsidizing deydi buni, ya'ni o'z narxidan arzon narxga foydalanuvchilarga beradi. Maqsad demak o'sha foydalanuvchilar ishlatayotgan paytida produktini mukammallashtirish. Demak bundan maqsad,
ya'ni odamlar bu narsaga o'rgansin, biz ularni bu narsani qilayotgan paytida demak analytics olaylik va shunga qarab turib servislarimizni demak fine tune qilaylik, rivojlantiraylik va undan keyingi servislarda o'shanga ko'proq mosroq, o'sha bozor ko'proq o'rganilgan holatda demak beraylik degan maqsadda mana shunaqa subsidizing qilgan. Demak bu 200 demak bu yillik to'lov 10 oyga to'lanadi odatda, 10 oyni pul olinadi odatda yillik uchun va aytaylik max 5 demak limitlarimiz 5 barobar oshadi, mana bundan 5 barobar oshadi va max 20 da limitlarimiz mana bundan demak 20 barobar oshadi. O'shanda bu taxminan o'zi aslida $400 plan bo'ladi. Planning o'zini narxi taxminan $400 bo'ladi va uni hisoblasak taxminan 20 ga ko'paytirsak demak 8000 gacha value berishi mumkin. $8000 gacha inference value berishi mumkin. Xo'p, bular endi pricing qismi. Xo'p. Autoregressive degan narsani biz gaplashdik. O'sha aytaylik LLM ni generate qilgan paytda har generate qilgan tokenini o'ziga input token qilib keyingi iteratsiyaga oladi. Xo'p. Va shu demak proses davom etaveradi. Qachonki o'sha max tokens limit yetmaguncha yoki o'sha stop demak belgisiga uchramaguncha yetaveradi. Xo'p, endi bizda prompting generate bu ba'zan aniq aytiladi, prompt engineering deb ham aytiladi. Ya'ni to'g'ri prompt berish demak texnikasini o'rganishimiz kerak. Mana bu demak misoldan ko'rib turganimizdek, mana bu tokenni generate qilinishi undan oldingi kelgan har bitta tokenga bog'liq bo'ladi. Bu yerda juda kichkina misol, odatda token system prompt kichkina narsa bo'lmaydi. Ba'zan demak har narsalarda aytaylik 1000 dan ya'ni 1000tadan 1000 tokendan boshlab turib ba'zi har narsalarda 10,000, 12,000, 15,000 gacha oshadi bu system prompt. Mana shu system promptdagi har bitta token va undan keyingi bergan userni promptda mana bu narsa user yozgan input prompt deyiladi. System promptdan keyin keladi. Mana shularni har bitta tokeni mana bu keyingi chiqayotgan output tokenga ta'sir qiladi. Ya'ni bu yerda bir so'zni o'zgartirsak, bu yerda boshqa narsa hayni o'rniga boshqa narsa kelishi mumkin. Biz ya'ni user message'da bir narsa o'zgartirsak yoki system promptni o'zida bir narsa o'zgartirsak, mana bu high emas, boshqa token kelishi mumkin. Va undan keyingilari ham xuddi shunaqa. High demak bunga qo'shilib undan keyingisi generate bo'layotganda ham mana buni qiymati mana bu to'liq mana shunga bog'liq bo'ladi. Hop, autoregressive degan tabiat bu. Demak, shuning uchun mana shu narsani esda tutishimiz kerak ekanki, har bitta so'zimiz demak outputni o'zgartirishi mumkin ekan. Prompt engineering demak fundamental nimasi, asoslaridan bittasi to'g'ri prompt yozish. Nima xohlayotganimizni to'g'ri ifoda qilishimiz kerak bo'ladi modelga. Bo'lmasam qisqa yozadigan bo'lsak, yetarlicha demak input bermaydigan bo'lsak, model qolgan qismini o'zi to'ldirishi mumkin yoki o'zi to'g'ri deb bilgan demak qarorlardan generate qilishi mumkin. Xo'p, shuning uchun prompt yozayotganda iloji boricha o'ylab, demak o'zi nima xohlayapman, qanaqa chiqishini xohlayapman, bu demak qanaqa ishlashni xohlayapman degan savollarga javob berib, to'g'ri phrase qilib turib, keyin demak prompt berish kerak. Xo'p, prompt berganda faqatgina buyruq emas, o'sha ma'lum bir demak taskni bajarish uchun birinchidan kerak bo'ladigan ma'lumotlarni berish kerak, kontekst va demak buyruqni berish kerak va demak constraint deydi. Bular ba'zan constraintlar demak system promptda ham keladi va ba'zi constraintlar demak user o'zi ham yozishi mumkin. Mana bunaqa bo'lmasin, mana bunaqa qilma,
bunaqa mumkin emas deb demak modulni output capability'larini chegaralash, ya'ni nimalar mumkin emasligini demak yaxshi promptlar yozish kerak va qanaqa formatda output xohlaymiz. Masalan, menga HTML generate qilib ber yoki menga Python generate qilib ber, TypeScript generate qilib ber deb turib. Demak, prompting basics bular. Xo'p, demak, LLMlar bilan interactionlarda faqatgina demak matnlar emas, ya'ni natural language emas, tool using degan narsa bor. Mana tool using degan tushuncha bor. Ya'ni bu o'zi nima degani? Tool using workflowlar avvalda LLMlar demak asosan chatbot uchun chiqarilgan. Ya'ni biz bir narsa yozamiz, u bir narsa generate qilib beradi. Undan keyin LLMlar rivojlanib LLMlarni aytdiki agentic workflow, ya'ni bittagina kichkina narsa uchun emas, ma'lum bir ishni ketma-ket tasklar bilan bajarish kerak bo'lsa, o'sha proyektni boshdan oxirigacha qilish yoki proyektni ichidagi bitta featuresini boshdan oxirigacha qilish demak maqsad bo'ldi. Mana bu maqsadda endi ketma-ket demak nimalar bo'ladi? Ketma-ket steplar bo'ladi. Mana shu ketma-ket steplarni ishlatish uchun modulga qo'shimcha kontekst kerak bo'ladi. Masalan, aytaylikki, bitta projektimiz bor va projektda bitta featureni qilishimiz kerak. O'sha featureni modulga aytamiz. Buni featureni mana shunaqa featureni qil deb aytgan paytimizda modul demak kontekst so'rashni boshlaydi. O'zi qanaqa proyekt bu? Masalan, uning uchun nima qiladi? O'sha agent harnessga aytadiki, mana bu folderni listini menga ber deydi. Masalan, ls degan tool bor. ls demak o'sha ichidagi folderlar va fayllarni ro'yxatini modulga beradi. Keyin modul aytadiki, mana bu folder ichiga kirib turib, o'ttigilarning ro'yxatini ber deydi. Kerak joyini shunaqa topadi. Kerak joyini topgandan keyin aytadiki, mana bu faylni mana bu qatorda, mana bu qatorigacha menga ber deydi. Demak, mana shunaqa proses davom etaveradi. Demak, LLM ma'lumot so'raveradi. Qo'limizdagi harness ham nimalarga kelamiz hali? Qo'limizdagi harness masalan o'sha LLM so'rayotgan ma'lumotlarni o'sha toollar orqali beradi. Masalan, o'sha ls tool bor, ro'yxatini beradi, fayl folderlarni. Read tool bor, masalan, faylni ma'lum bir kontentini yoki to'laligicha yoki ma'lum bir joyini kesib LLMga beradi. Va demak, LLM o'ziga yetarlicha, ya'ni boshqa demak sourcelardan ham ma'lumotlar olishi mumkin. Misol uchun aytadiki, menga deydi webni search qilib deydi, mana bu keywordlar bilan demak search resultlarni menga ber deydi. Demak, mana shu holatlarda demak web search degan tool kerak bo'ladi. Hop, o'sha web search toolni demak harnessimiz call qiladi va o'sha servisdan kelgan ma'lumotni yana o'sha LLMga beradi. Bu yerda demak tushunishimiz kerak bo'lgan narsa shuki, LLMlar faqatgina generation bilan shug'ullanadi. LLMlarni bizani demak kompyuterimizdagi ma'lumotlarga hech qanaqa aksessi yo'q. Ular bizani fayllarni to'g'ridan-to'g'ri ko'ra olmaydi. Bizani sistemamizda komandalarni ishlata olmaydi to'g'ridan-to'g'ri. Bularni faqatgina o'sha o'rtada turgan harness qiladi va u harnessga demak buyruq berib turadi. Mana buni qil, mana buni menga ber, mana buni qil. Undan keyin masalan aytaylik, o'sha ls readlardan keyin demak modul o'ziga kerakli ma'lumotni to'plagandan keyin qaror qabul qilishni boshlaydi. Mana bu fayllarni demak o'zgartirishim kerak deydi. Aytadiki, mana write tool bor keyin. Demak yangi fayl yarat. Va ichi mana bunaqa bo'lsin, ichini kontenti mana bunaqa bo'lgan fayl yarat. Yoki edit degan tool bor. Demak, toollarni mana yozaylik. Eng ko'p demak populyar bo'lgan o'sha ls, aytaylik read, mana demak folderlarni list qiladi. Read demak fayl kontentini o'qib kerak joyini yoki to'laligicha beradi. Undan keyin write degan tool bor, masalan demak faylga yoz, ma'lum bir faylga yoz deydi. Yoki edit degan tool bor faylni ma'lum bir qismini demak topib o'sha joyini boshqa bir matnga o'zgartiradi.
Xo'p, bular endi basic toollarni misollari. Undan tashqari toollar juda ham ko'p bo'ladi. Uni o'sha Harnessdan qaysi Harness ishlatadigan bo'lsangiz, o'sha Harnessdan so'rasangiz aytadi qanaqa toollarga. Masalan, kelinglar, bir eng oddiy Harnesslardan bittasi P ga kiraylik. Mana demak extensionlarni load qilmagin dedim. P ni o'zi demak hech qanaqa extensionsiz load bo'ldi. Keyin list me the birinchidan modulni almashtirib olaylik. Give me the list of tools you have access to deylik. Buniki mediumda tursin. Xo'p, bunimiz ishlamadi. Boshqa modulga olaylik. GLM 5.1 ga olaylik. Yana qaytaramiz. Bu ham ishlamadi. Hop, biz qolamiz bunda. Obbo. Hop, nima bor edi yana? Kemiga olaylik. Hop. Hop, mana bu thinking block deyiladi bu. Demak, botdan botgacha mana grey rangda belgilangan bu thinking block. Modulni o'zini ichki reasoning nimasi, trace'lari. Mana bu demak output trace. Hop, nima deyapti bizda? Read bor deyapti. Bash tool ham bor. Bash tool ko'proq o'sha shell komandlarni demak aytadi. Masalan, standart toollar bilan read, write, editlar bilan qila olmagan narsalarni demak bash tool bilan komandalar berish orqali qiladi. Bular masalan bo'lishi mumkin, hali rip grep degan grep searcher bo'lishi mumkin yoki shunga o'xshagan boshqa bash komandalar bilan bo'lishi mumkin. Xo'p. Demak, tool using workflowlar shulaydi. Hop, system prompt. System prompt demak modul bilan interaction qilayotganda eng birinchi jo'natiladigan prompt. Priority'si buni kattaroq bo'ladi. User promptdan ko'ra priority kattaroq bo'ladi. Buni modul demak user promptdan ajratadi. Ya'ni bir narsa system promptda chegaralangan bo'lsa, uni user prompt bilan odatda override qilib bo'lmaydi. Masalan, aytish mumkin, buzg'unchilik uchun ishlatiladigan komandalarni generate qilmagin deb qo'ygan bo'lishi mumkin system promptda. Yoki hacking uchun ishlatiladigan, boshqa birovni serverini buzish uchun ishlatiladigan narsalarni demak ishlatma degan system prompt bo'lishi mumkin. Mana buni orqasidan user aytsaki, falonchi serverni buzish uchun menga komanda ber desa yoki o'shani ketma-ketligini tushuntir desa, u narsaga demak LLM javob bermasligi mumkin. Chunki system promptda odatda nimalar belgilanadi? Yana ko'rib olaylik. Bir necha narsa belgilanadi. Birinchidan bu narsani priorities high. Birinchi kelgani uchun emas, bu system prompt bo'lgani uchun. Demak, nimalar beriladi? Birinchidan assistant role beriladi. Ya'ni assistant o'zi kimligini biz aytamiz unga. Mana haligi teparoqda aytdikki, LLMlar self conscious emas deb, ya'ni o'zini o'zi bilmaydi kimligini. Biz ularga aytamiz ularni kimligini. Misol uchun masalan code system prompt deylik. Mana bu joyda cloud kodni system promptlarini ko'rishimiz mumkin. Juda ham ko'p, qaysi birligini topishimiz kerak. Xo'p, bash mana bunaqa qilib birinchi rol beriladi. You are the cloud guide agent. Demak, bu guide agent uchun system prompt ekan. Bularni qidirib topishimiz kerak. Bitta nimasi bor? General, masalan, explore bor. Explore ochmadi. Qiziq, internetim ishlamay qoldi.
explore. Mana bu joyda bunga demak nima deymiz? You are a file search specialist for Cloud Code dedik. Ya'ni boshqacha rol berdik. Odatda aytiladi you are a demak experienced developer yoki engineer deb demak rol beriladi. Va Cloud ham o'shanga yarasha generation qiladi yoki LLM o'shanga yarasha generation. Masalan, unga oddiyroq rol bersangiz yoki dizayner deb rol bersangiz, u ko'proq o'sha dizaynga fokus qiladi. O'zini outputini o'sha demak dasturchi deb bersangiz, o'sha dasturchilikka fokus qiladi outputini. Xo'p, demak system promptda rol beramiz, behavior beramiz, ya'ni uni xarakterini beramiz. Demak qoidalarni beramiz, nima qilishi mumkin, qanaqa qilish kerak, nima qilish mumkin emas va limit, mana limits, constraints yoki shunaqa deyiladi. Nimalar qilishi mumkin emas. Demak, bu odatda harness orqali beriladi. Ya'ni biz uni qo'lda qo'ymaymiz, ishlatadigan harnessimiz bilan birga keladi bu system prompt. Odatda biz uni demak o'zgartirmaymiz, tegmaymiz. Xo'p, demak system promptni tushundik. Endi nega toollar muhim? Demak, agentic workflowda demak bizda qanaqa workflowlarimiz bor edi? Chat workflowimiz bor edi. Bunda biz narsa yozardik va u bizga qaytarardi. Chat workflowdan demak agentic workflowga o'tish uchun mana bu tool demak toollar muhim. Nimagaki LLM demak o'sha aytganimizdek bizni kompyuterimizga aksessi bo'lmagani uchun demak o'rtaga o'sha harness tushib, harness demak LLM so'rashi mumkin bo'lgan toollarni ro'yxatini unga beradi va LLM o'sha toollarni o'sha harness belgilagan formatda demak ularning parametrlari, u o'tdan demak talab qilinadigan outputni formati mana shular demak berilgan bo'ladi. Mana shularga qarab turib LLM demak output generate qiladi va o'sha toollarni use qiladi. Tool use deydi bu narsani yoki tool calling deydi. Ba'zi birinchi versiyalarda function calling deb ham aytilgan, OpenAI'ni nimalarda demak API'larda function call deb aytilgan adashmasam, lekin general nimada ko'proq tool calling yoki tool use deb aytiladi bu narsa. Demak, mana shu toollar chatbotdan agentic workflowni, chatbotni agentic workflowga aylantiradigan narsa bu toollar. Ya'ni bu toollar bo'lmasa, demak u LLMni foydasi judayam kam bo'lardi. Faqatgina o'sha text generate qilib o'tirardi. Biz tekstlarni copy paste qilib o'tirishimiz mumkin edi. Hozirda esa bu toollar orqali masalan boshqa API'larni call qilish mumkin, aytaylik GitHubga murojaat qilish mumkin yoki boshqa demak issue trackerlarga murojaat qilish mumkin. Demak webni search qilish mumkin yoki bizning sistemamizda shell commandlarni run qildirtirish mumkin. Mana bu joyda hali security nimasiga kelamiz. Demak, xohlagan narsasini run qila oladimi deganda demak yo'q. Bizning harnesslarimiz demak bu narsani chegaralashga mas'ul. Ya'ni masalan Cloud Code bilan ishlagan paytimizda default holatida bironta narsani masalan LLM run qilmoqchi bo'lsa, Cloud Code bizdan so'raydi. Mana bu unaqa komandani ishlatib aytdi menga LLM, ishlataveraymi yo'qmi? Biz xohlasak unga ruxsat beramiz, xohlasak unga yo'q deymiz. Buni ishlatma deymiz. Hop, demak calling a tool degani, ya'ni calling a tool degani LLM bizga response qaytaradi. Mana bu toolni, mana bu parametrlar bilan call qilib, undan chiqqan outputini demak kontekstga yopishtir degan. Mana shu narsani tool calling deydi. Demak bizni promptimiz orqasidan odatda qiladi buni va bu narsani turn deyiladi. Masalan turn, ya'ni biz yozamiz, keyin LLM tool calllarni so'raydi harnessdan va tool calllarni oxirida keyin o'zini javobini yoki o'sha nimasini aytadi, oxirgi tekstni generate qiladi. Mana bu narsani turn deydi. Ya'ni uni galim, mani galim mana shu turn bo'ladi. Xo'p, harness defines available tools, ya'ni harnessda demak nimalar qilish mumkin bo'lgan toollarni ro'yxatini demak harness belgilar ekan. Bu narsa demak harnessdan harnessga o'zgaradi. Masalan Cloud Code'dagi toollarni ro'yxati
kodeksdagi toollarni ro'yxatidan farq qilishi mumkin. Mana biz ko'rdik, masalan, Py'da toollar ro'yxati juda ham kichkina. Mana o'zi aslida 4 ta tool bor. Mana bular keyin qo'shilgan nimalar, skilllar bular. Demak, bular aslida nimada yo'q. Demak, default bundleda yo'q bu narsalar. Xo'p, demak model chooses a tool. Demak, model o'zi tanlaydi ma'lum bir toolni va unga argumentlarni beradi. Masalan, web search qilmoqchi bo'lsa, o'sha search keywordni beradi. Aytsakki, masalan, biz what is the current yoki create me a project with the most trending framework out there desak, masalan, bu buyruq nima deyapmiz? Demak, eng trendda bo'lgan framework bilan bizga proyekt yaratib ber desak, bu yerga yana aniqlik kiritishimiz kerak. Bu nima, web frameworkmi yoki backend frameworkmi yoki boshqa yana aniqliklar kiritishimiz. Bu misol faqat. Mana bu joydan demak birinchi qiladigan modelni qiladigan ishi, demak mana bu most trending frameworkni internetdan qidirish kerak, web search qilish kerak bo'ladi va mana buni odatda orqasiga yilni ham oladi. Yil 26/7 buni web searchga beradi. Va web searchdan chiqqan demak natijalarga qarab, masalan, aytsaki, web searchdan shu yerda React chiqadigan bo'lsa, o'sha demak model demak React project yaratishga tushib ketadi. Xo'p, yana bir narsa, mana o'sha yerda demak 2026 dedik. Model hozir qaysi paytligini bila olmaydi. Odatda bu narsani harnesslar qo'shib qo'yadi. System promptga qo'shadi. Masalan, system promptni boshida today is deydi, masalan, o'sha 3-May 2026 yoki May 2026 deyishi mumkin. Ya'ni taxminiy sanani beradi. O'sha sanadan demak model hozir qaysi paytligini bilib olib turib, mana bu joyga 2026 ni qo'shib qo'yadi. Xo'p, demak tool call'larni qanaqa ishlashini tushundik. Demak, harness keyin o'sha tool call'larni demak LLM na responsidagi tekstni parse qilib turib, o'tdagi demak tool call iltimos qilayotganini tushunadi LLM ni va harness o'sha toolni keyin agar security pipelinedan o'tsa u tool mumkin bo'lsa, ya'ni keyin uni run qiladi va toolni outputini qaytarib demak modelga jo'natadi. Xo'p. Bular endi misol tool'i. MCP degan tushuncha bor. MCP endi demak tool call'ni ma'lum bir formatga keltirilgan varianti. Odatda mana demak tool'larni ko'rdik. Read, write, agar bular demak standart tool'lar ishga yaramasa, demak model ko'proq shellga tushadi, ya'ni ko'proq bash tool bo'ladi. Bashda demak imkoniyatlari, modelning imkoniyatlari ancha kengayib ketadi. Lekin bular ham internetdan search imkoniyatini bermaydi. Shell tool masalan curl orqali imkoniyat berishi mumkin, lekin uni demak model keyin parse qilish kerak bo'ladi. To'g'ri parse, chunki curlda demak internetdan narsa qidiradigan bo'lsangiz, uni keyin birinchidan search enginelar sizga ruxsat berish kerak, anonim demak search uchun. Sizni blok ham qilishi mumkin. Crawlerni, ya'ni user agentni nomiga qarab turib, bu curl ekan deb uni blok ham qilishi mumkin birinchidan. Ikkinchidan uni output'i LLM ga processing qilish uchun qulay output emas. Shuning uchun odatda demak web search alohida tool bo'ladi. Misol uchun Exa'ni oladigan bo'lsak, Exa web search. Agarda o'zingizda harnessingiz ichida web search tool o'zi bilan kelmasa, mana shunga o'xshagan nimalar MCP serverlar ishlatishingiz mumkin. Mana free nimasi bor, free tier bor buni. Hattoki authenticationdan ham o'tmasdan ishlatishingiz mumkin. Exa MCP deylik. MCP. Xo'p, demak mana bu nimaga
kursorga demak mana bunaqa qilib qo'shiladi bu va aslida kursorda adashmasam web search bor. Misol uchun aytaylik, web search bo'lmagan, mana open code ni oladigan bo'lsak, open code ni o'zida web search tool kelmaydi. Shuning uchun open code ga mana shunaqa MCP server qo'yganimizdan keyin web search imkoniyati paydo bo'ladi. Kelinglar, mana open code ni ham ochib ko'raylik. Misol uchun open code MCP larga kirsak, exa bor ekan. O'chirib qo'ydik mana. Can you search the web deb yozamiz. Mana. I don't have a dedicated web search tool. Demak, webni search qila olmayman deb aytdi. Endi demak, MCP lardan buni enable qildik. How about now? Mana endi demak webni search qila oladigan holatga keldi bu. Xo'p, demak web search, API call, demak bular hammasi tool ekan. MCP ni ham tushunib oldik. Demak, bu toollarning bir turi ekan. Bu yerda MCP dan asosiy maqsad demak input va outputni formatini demak bironta standartga keltirish. MCP odatda 3 xil transportda ishlaydi. Bittasi stdio. stdio demak bu to'g'ridan to'g'ri prosesni demak call qilib turib, uni demak standart outputini o'ziga olish. HTTP ko'p tarqalgan MCP lardan bittasi va odatda adashmasam SSE yoki WebSocket. Ya'ni bular demak doimiy undan ma'lumot qabul qilish uchun, ya'ni instant responselar uchun demak SSE yoki WebSocket ishlatilishi mumkin. Lekin eng ko'p tarqalgani mana bu ikkalasi, stdio yoki HTTP. Demak, ko'proq toollarni standartlashtirish uchun qilingan demak protokol ekan MCP. Xo'p, endi LLMlarda harnesslarga, bu harnesslar to'g'risida ancha narsaga o'zi gaplashdik. Demak, bular yana qaytaruv bo'lar ekan. Demak, harnesslar orchestrate qiladi, ya'ni ma'lum bir steplarni ketma-ketlikda ulaydi va o'sha LLMlarga tool call'larni demak bajarib, outputlarni berib turadi. Va undan tashqari demak securityni nazorat qiladi. Nima qilish mumkin LLM, nima qilish mumkin emas. Xo'p. Traditional prompting usually produce one response. Buni aytdik. Demak, eski chatlar demak faqatgina bir marta respons berishga mo'ljallangan bo'lsa, endi AI workflowda harnesslar orqali demak back and forth borda keldi bo'lib turib, demak multi stage yoki multi step anaqalar ishlar bajariladi. Workflowlar bajariladi. Bu joyda demak LLMlar odatda miya vazifasini bajaradi, chunki harnesslarda o'ylash degan imkoniyat yo'q. Harnesslar ko'proq statik nimalar, statik toollar. Unda qoidalar demak aniq belgilangan bo'ladi. Nima mumkin emas, masalan, aytaylik, blacklistlar qo'l qilinishi mumkin bo'lgan demak komandalarni blacklistlari yoki whitelistlar, o'sha whitelistga tushmagan narsani blok qilish yoki blacklistlar komanda agar blacklist bo'ladigan bo'lsa uni run qilishdan to'xtatish. Demak, bular harness vazifalari. LLM esa ya'ni generation uchun xizmat qiladi. Demak, bu workflow looplar o'zi harness nima deganda ko'pchilik o'sha harnessni maintainerlari, authorlari aytadiki while loop deydi. Harness nima desa while loop deydi. Odamdan input prompt oladi, LLM ga beradi, LLMni responslariga qarab turib tool call'larni qiladi va mana shu loop davom etaveradi. Xo'p, workflow patternlar, endi bularni qanaqa patternlarda workflowlar demak bularni o'tamiz. Memory, endi memory masalasi, mana LLMlar static nimalar, static
uslubda ishlaydigan mexanizmlar, ya'ni LLMlar hech qachon hech narsani eslab qolmaydi. LLMlar kim requestni kim berayotganini bilmaydi. LLMlar demak functional programmingda demak pure function degan narsa bor. Pure functionga juda ham o'xshamaydi, chunki outputlari deterministik emas. Ya'ni bir xil input bergan paytimizda bir xil outputni olishimizni kafolati yo'q. Katta ehtimol boshqa output olishimiz demak tajribada bor. Shuning uchun demak pure functionga o'xshamaydi, lekin aslida o'zida hech narsa saqlab qolmasligi uchun pure functionlarning shunaqa tabiati borki, o'zida hech narsa saqlab qolmaydi. Side effektlari yo'q bo'lgani uchun demak mana shu holatdan shularga o'xshatsak bo'ladi. Shuning uchun agentic workflowlarda memory degan tushuncha kerak bo'ladi. Ya'ni bir narsalarni saqlab qolish. Chunki har doim agentni ochgan paytimizda yana boshqatdan noldan boshlaydi. Mana shu holatda odatda ishlatiladigan usullardan bittasi demak agentsmd file yoki cloudmd file demak memory sifatida ishlatiladi. Endi bular birinchi instrumentlar. Demak cloudmd agents.md bular memory sifatida ishlatiladi va boshqa memory mexanizmlari bor. Masalan databaselar bor yoki hattoki toollar bor. Masalan o'sha conversationdan ma'lum bir xulosalarni chiqarib memoryni update qilib turadigan demak ba'zi harnesslarda shunaqa toollar bor. Lekin bu toollarni ishlashi demak qo'shimcha kostlarga olib keladi. Xo'p, demak session memory bu session ichidagi o'sha kontekstning ichidagi demak memory, ya'ni biz yozib o'sha session yopmagunimizcha o'sha yerdagi conversation turaveradi. Persistent memory ko'proq o'sha mana bu fayllar, md markdown fayllar va boshqa markdown fayllar. Retrieval demak raglar bular, masalan aytaylikki biz bironta kompaniyada ishlaymiz va kompaniyani ichki ma'lum bir database yoki o'sha dokumentlar saqlanadigan yoki qanaqadir bazalar bor. Ularga ulanish uchun demak mana shu tizimlar bo'ladi. Retrieval augmented generation degan, ya'ni model bir narsani generate qilishidan oldin o'sha tizimdan qo'shimcha ma'lumot so'raydi va o'shandan demak generate qiladi. Mana shu buni rag deyiladi. Buni uchratgan bo'lsanglar kerak. Retrieval augmented generation. Xo'p, demak oldin o'sha qo'shimcha knowledge'ni olib turib, keyin kontekstga load qilib, ana undan keyin generationga boshlaydi. Bu workflowlarda demak shart bo'lgan narsa, harnesslar demak qanchalik o'sha mukammallashib borgani bilan baribir har doim har xil turdagi risklar bo'ladi. Shuning uchun human in the loop degan tushuncha demak har doim kerak bo'ladi. Ya'ni odam qatnashishi kerak bu proseslarda. Chunki haligi aytgandek bularni non-deterministik tabiatlari va ba'zan masalan narsalarni buzib qo'yish ehtimollari yo'q emas. Shuning uchun har doim odam qatnashishi kerak. Qaysidir demak stagelarda approvallar berish kerak bo'ladi. Bu mumkin, bu mumkin emas. To'g'ri demak tomonga ketyapsan, yo'q to'g'ri tomonga emas, bu tomonga qarab yur. Chunki biz kontekstni to'liq bermagan bo'lishimiz mumkin. U to'liq bermagan kontekstimizni model o'zini demak o'sha learning nimalaridan, weightlaridan to'ldiradi va noto'g'ri to'ldirib qo'yishi mumkin. Mana shu holatda demak biz unga tuzatish kiritishimiz kerak prosesga. Xo'p, agarda noto'g'ri narsa ishlatmoqchi bo'lsa, escalation qilishimiz kerak va shunga o'xshagan. Demak evaluation guardrail bular ham shu chegaralar bilan bog'liq bo'lgan narsalar. Demak evaluation qilgan narsasi qanchalik to'g'ri evaluate qilish, masalan shu narsani xohlaganmidik yoki boshqa narsamidi. Guardraillar masalan bir narsani qilishga harakat qildi, biz uni oldini oldik yoki shunga o'xshagan to'g'riligini demak tekshirdik, tushmadi yoki masalan nima edi to'g'rilik demak qanaqa bilamiz to'g'riligini, masalan testlarimiz buzilgan bo'lishi mumkin. Xo'p, yoki tizimimizni manual testing qilib ko'ramiz. Ma'lum bir narsa biz kutganimizdek ishlamasligi mumkin. Model esa u narsani demak tekshira olmasligi mumkin. Xo'p, bular o'sha evaluation guardrail steplari.
o'sha safetylarni endi ancha munchasini aytib o'tdik. Demak, yana bir yetmagan narsamiz bu hallucinationlar. Modellar hallucinate qilishi mumkin. Ayniqsa kontekst kattalashgan sari, hali aytganimizdek, keyingi token oldingi hamma kontekstga bog'liq bo'lgani uchun va bu kontekstda demak kattalashgani sari kontekstni ichidagi demak tokenlarni contribution foizlari kamayib ketadi. Masalan, juda ham qisqa narsa aytadigan bo'lsak, mana bunaqa holatda. Mana bu demak har bir tokenimizni contribution foizi katta. Mana bu highga. Lekin bu narsa kattalashgan sayin, mana shu create me ni o'zini oladigan bo'lsak, mana shuni contributionni borgan sari kichrayib ketadi va juda ham mizr bo'lib qoladi va hisobga o'tmay qolishi mumkin ba'zi holatda. Shuning uchun, ya'ni ko'proq deterministik bo'lish uchun kontekstni juda ham katta qilib kerak. Chunki hozirgi holatda masalan ko'p LLM providerlar katta kontekstlar berayotgani bilan u katta kontekstlarni sifati konstant qolishini nimasi kafolati yo'q. Shuning uchun iloji boricha masalan 200k bo'lgani bilan 200k ga ham olib bormasligimiz kerak iloji boricha. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Demak, qilmoqchi bo'lgan ishlarimizni maydaroq demak steplarga iloji boricha bo'lishimiz kerak. Bu narsani yoki o'zimiz qilishimiz kerak yoki harness ishlatayotgan harnessimiz yoki boshqa tizimimiz demak o'sha narsani maydaroq bo'laklarga bo'lib har bir bo'lagini alohida masalan subagentlarga berib demak kichkina steplar bilan iteration qilishimiz mumkin. Subagentlar haqida gapirdik. Subagentlar demak o'sha harnesslar masalan agent degan bo'lsak, subagentlar odatda bajarayotgan o'sha nimamizni taskimizni ma'lum bir kichkina bo'lagini qilib umumiy kontekstga demak umumiy kontekstni buzmasdan o'zi isolated kontekstni ichida ma'lum bir ishni qilib o'shani demak natijasini orqaga kontekstga beradigan o'sha agentlarni subagent deyiladi. Bulardan maqsad birinchidan isolation bo'lsa, ikkinchi maqsad demak parallellashtirish. Masalan, ba'zi holatlarda ishlar ketma-ket turgani bilan aslida ularni ketma-ket qilishimiz shart emas. Ular bir-biriga bog'liq bo'lmaganligi uchun ularni masalan ko'proq explore qismida projektni explore qilmoqchimiz, lekin projektni ichi aytaylikki ko'p workspacelardan tashkil topgan projekt ichida masalan backend bor, frontend bor, mobile bor, bitta projektni ichida. Masalan, bularni investigation uchun alohida subagentlar bilan san demak backendni investigate qil, san frontendni investigate qil, san demak mobileni investigate qilib 3 ta agentni bir paytda parallel run qilishimiz mumkin. Demak, bu tezroq natija beradi. Hattoki demak multi workspace bo'lmasa ham, bitta workspacening ichida bo'lsa ham masalan aytishimiz mumkin. San kontrollerlarni qara, san servislarni qara, san boshqa domain obyektlarni qara deb turib, masalan bo'lib berish mumkin. Ya'ni ishni bo'lib turib parallel run qilish mumkin. Demak, bu sub agentlarni nimaga kerakligi. Xo'p, safety guardrails demak xavfsizlik qanaqa bo'ladi? Demak, toollarni aksesini demak risklarga qarab turib demak nima qilish, chegaralash, approval tizimlarini qo'yish, ya'ni ha yo'q demak buttonni dasturchi bosish kerak bo'ladi. Budjetlar qo'yish, rate limitlar qo'yish, masalan LLMlar zarar qilmasa ham katta kostlar olib berish mumkin bizga. Demak, mana shuni limitlar qo'yish, masalan aytaylikki mana shu ishga aytaylik $5 inferensdan ko'p sarflama deb belgilashimiz mumkin. Bo'lmasam shundoq berib yuborsak, masalan ishni qilib bo'lguncha $50 ishlatib qo'yish mumkin. Va demak albatta loglarni, outputlarni qarab turish, demak tool kodlarni va boshqa narsalarni loglarni nazorat qilib turish, demak qilib turishimiz kerak. Xo'p, bugungi mavzuimiz shu edi. Asosan demak nazariy bo'ldi. Keyingi darslarimizda inshaalloh balki demak o'sha tajribada ba'zi narsalar ko'rishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.